Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: kim bir kunda 100 marta La ilaha illallahu vahdahu la sharika lahu lahul mulku va lahul hamdu yuhyi va yumitu bir kunda 100 marta Subhanallohi va bihamdihi desa, uning xatolari hatto dengiz ko'pigicha bo'lsa ham o'chiriladi, dedilar. Imom Buxoriy, Imom Muslim va Imom Termiziy rivoyat qilishgan. Aziz musulmon birodar, aka-ukalar va opa-singillar, sizlar ham ushbu kalima-i tavhidni o'qishni odat qiling va hadisda aytilgan savoblarga ega bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mm-hmm.